Xorazm viloyatida xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik oyligi doirasidagi tadbirlar izchillik bilan davom etmoqda. Sog'lom turmush tarziga rahna soluvchi illatlardan biri giyohvandlikdir. Shu bois respublikamiz bo'ylab keng qamrovda o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirda ham aynan giyohvandlik vositalari bilan noqonuniy muomala qiluvchi shaxslarni aniqlashga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa organlar bilan o'zaro hamkorlikda o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirlar natijasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoiy qilmishlar fosh etildi. Xususan, Xonqa tumani Turkiston mahallasida istiqomat qiluvchi 1975-yilda tug'ilgan shaxs ijtimoiy foydali mehnat bilan shug'ullanmasdan giyohvandlik vositalarini qonunga xilof ravishda o'tkazish bilan shug'ullanib kelayotganligi to'g'risida olingan ma'lumotlar asosida uning xonadoni tezkor xodimlar tomonidan xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida uyning yotoqxonasida turgan temir seyf ustida bir bo'lak, ichida 2 bo'lak, umumiy og'irligi 26,6 gram bo'lgan OP giyohvandlik vositasini kelgusida o'tkazish maqsadini ko'zlab saqlab kelayotganligi aniqlandi. Bundan tashqari ushbu seyf ichida turgan kichik o'lchamli ashyolarni tortish uchun mo'ljallangan elektron tarozi ham jinoiy holatga aloqador deb topilib, giyohvandlik vositalari bilan birgalikda ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Bundan tashqari olingan tezkor ma'lumotlar asosida Gurlan tumani Paxtachi mahallasida istiqomat qiluvchi 1988-yilda tug'ilgan shaxsning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganida ushbu shaxs gul tuvagida tarkibida giyohvandlik vositalarini saqlovchi kannabis o'simligini ekib parvarishlab kelayotganligi aniqlandi. Bundan tashqari yonida qog'oz varag'ida ichida saqlab kelayotgan marixuana giyohvandlik vositasi ham ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga ko'ra jinoyat ishlari qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.